Salom hammaga. Bugungi videoda HTMLda jadval, ustun va satrlar birlashtirishni o'rganamiz. Ya'ni call span va row span taglari qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Keyin birinchi bo'lib oddiy jadval yasa olamiz. Birinchi table yozamiz. Uni ichiga border 1 qilamiz. Va table ni ichida tr qilib ustunlar yaratishni boshlaymiz. Tr ni ichida td 1 2 terni yopib yangi ter ochamiz. Bunga esa 3 4 va bu yerda esa ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkita ustun va ikkita satr hosil bo'ldi. Endi ustunlarni birlashtiramiz. Buning uchun call span ishlatiladi. Call span 2 qilamiz va birni o'rniga birlashtirilgan ustun va mana buni bitta tdni olib tashlaymiz va bu yerda esa endi 1 2 qilamiz. Mana call span 2 degani ikkita ustunni bitta qilib birlashtiradi. Endi satrlarni birlashtiramiz. Buning uchun row span ishlatiladi. Birinchi bo'lib kelinglar ustunlarni birlashtirganimiz live server qilib ko'ramiz. Live server qilganimizda natijani ko'rsanglar bo'ladi mana. Va endi esa satrlarni birlashtiramiz. Buning uchun esa call spanning o'rniga row span yozamiz. Row span va row spanni ham 2 qilamiz va birlashtirish ustunning o'rniga satr qilamiz. Satr bir va bu 2 bu yerda tursin. 2 row span 2 degani bu ikkita satrni bitta qilib birlashtiradi. Qani keling buni live serverda ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Qani endi esa ikkalasini birga birlashtiramiz. Keling boshdan yaratamiz. Table ichida border 1 terni ichida bitta td ochib uni ichiga call span ochamiz. Call span 2 va frontend qilamiz. Frontend va ikkinchi terni ichiga esa td bunga esa html bunga esa css yozamiz va uchinchi terga esa bitta td java script va mana bu tdni oldiga row span qilamiz. Row span 2. Keling buni natijasini ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda call span ustunlarni birlashtiradi, row span esa satrlarni birlashtiradi. Va natijada jadval yanada tartibliroq ko'rinadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Ko'rganinglar uchun rahmat. Yaqininglar bilan, do'stlaringlar bilan ulanishni unutmang. Hammaga xayr.